Musor paqir moshina rubrikamizni boshlaymiz. Bugungi qahramonimiz G-Wagon, ya'ni gelik ko'p qizlar va bolalar yaxshi ko'radigan. Ayniqsa bu mashinani qizlar yaxshi ko'radi. Har doimgidek narxidan boshlaymiz. Bu mashina umuman puliga arzimaydi, chunki bu mashina puliga 2 dona почти Porsche Cayenne mashinasini olish mumkin. Porsche Cayenne nima o'lsa ortiq. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismida boshqaruv umuman noqulay. Bu mashinani boshqaruv shuncha pul beryapsizlar, lekin boshqaruvi Niva minayotgandan olasizlar, shunda o'tirib olasizlar, bunaqa qilib ketaverasizlar. Farqli tomoni Nivadan shuki, qimmatroq sidyenlar turadi. Shu tomonlari. Rasxodini aytmasam, bu mashina salkam sportkarlar bilan bir xil edi. Mayli, shuncha rasxod qilsin, lekin shunga yarasha tortsin-da mashina. Lekin bu mashina tortmaydi-da, motorini ovozi balandroq ovoz chiqaradi yurishiga nisbatan. Porsche Cayenne nimaga unaqa deyapman, zo'r deyapman desalar, bu mashinaning aerodinamikasi, ko'rinishi ham yaxshi, salondagi komfort aytmaysizmi? Va narxi asosan 2 barobar arzon. O'shuning uchun ham G-Wagon, ya'ni gelik musor paqir mashina.